Assalomu alaykum hurmatli prezident. Assalomu Men alaykum. Sabina Nabiyeva. Hozirda AQShning Arizona universitetida IT va kiberxavfsizlik yo'nalishida 2-kursni tamomladim. O'zbekistonning o'sha eng chekka hududlaridan birida oddiy haydovchi oilasida tug'ilib o'sganman. Oiladan ro'zg'ordan ortkizib $200 imtihon xarajatlariga topish ota-onam uchun biroz qiyin bo'lgan. Baxtimga o'sha yili sizning tashabbusingiz bilan xalqaro imtihonlarda yuqori natija olgan talabalarga imtihon pullari to'liq qoplab beriladigan bo'ldi. Men bundan yanada kuchga to'lib 16 yoshimda 7,5 ballni qo'lga kiritganman va o'shanda $200 oilamiz byudjetiga qaytib kelgani bizni juda ham xursand qilgan. Oilaviy sharoit taqozosi bilan maktabda o'qiyotgan davrimdayoq ishlashimga to'g'ri kelgan. IELTS'ni olib ingliz tilidan dars berardim va ukam ikkalamizni IT parkdagi darslarimizga pul to'lardim. Shunday qilib maktabni bitirish arafasida men nufuzli universitetlarning bir nechtasiga o'qishga qabul qilindim va El-Yurt Umidi jamg'armasi stipendiyasini qo'lga kiritib, kiberxavfsizlik bo'yicha ilg'or bilimlar olish uchun Amerikaga yo'l oldim. Bilasizmi, hurmatli prezident? Amerikada o'qib yurgan paytimda sizni G'afur o'g'lamning "Siz axir osmonni olmoqchi bo'lsangiz, men uchun yelkamni tutib bermang" degan gaplarni takrorlaganingizni eshitib yig'lab yuborganman, chunki o'tgan yili San-Fransisko shahrida bo'lib o'tgan dunyodagi eng katta hakaton Calhex'da qatnashib g'olib bo'lgan birinchi o'zbek qizi bo'ldim.